Xullas, hozir sizlarga o'zim hayotimda bo'layotgan bitta istoriya haqida gapirib beraman. Men ajrashganman, 35 yoshdaman, 3 ta farzandim bor. Hech kimni tegmayman. Uyimga fitnessga boraman, ishga boraman, qaytaman. Restoranlarda qilib tutib o'tiradigan odatim yo'q. Вообще hozircha turmush qurish niyatim ham yo'q. Allohdan bo'lsa, uchraydi. Я, короче, не в поиске, не заинтересованная, deb. Xullas, bitta bolacha atrofimda o'ralashib yuribdi, o'zimdan 2 yosh kichkina. Men senga uylanmoqchiman. Seni 3 ta farzanding borligiga qaramasdan, men senga uylanmoqchiman. Faqat meni pulim yo'q. Хорошо dedim. Okey. Bu muzika bir Mozart asariga o'xshaydi-da, bir bilmadim. Eshitgan saringiz boru, qanaqadir transga tushib qolasiz-da. Просто okey. Mani rasxodlarimni, mani farzandimning rasxodlarini sen menga uylansang kim qiladi desam, to'xtab tur, sabr qil deyapti. То есть bola tug'il bo'lgan. Bola konkretniy yeydi, ichadi, o'qishiga boradi, konkretniy odam. Buni menga uylanmoqchi. Menga rolik jo'natyapti. Ayol kishi sabr qilish kerak. Ayol kishi sabr qilsa, erkak kishi oyoqqa ko'tarilib,